Assalomu alaykum Nuriddin. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Yaxshi olyapsiz. Rahmat. Yana bir bor tabriklaymiz. 7 chiqdi. 7 shunaqa baho, ba'zi bir o'quvchilarning afsuski ushalmagan orzusi, yana boshqa o'quvchilarni oldiga qo'ygan maqsadi. Erishdingiz, malades. Xo'p, endi shuni yo'lda bo'lgan jarayonlar to'g'risida ozgincha siz bilan suhbat quramiz. Xudo xolasa, birinchi savolimizni IELTS o'zi nima uchun o'qishni boshladingiz? Maqsad nima bo'ldi IELTS olishdan? Qancha vaqt ketdi? IELTS o'sha hammaga o'xshab man top universitetlarga kirish uchun IELTS kerak bo'ldi. Shu uchun o'qidim. IELTS shu darajaga yetguncha IELTSda 9 oy vaqt ketdi. Shu 9 oy ichida 7 ni oldim. Mashalloh, zo'r. Xo'p, endi tayyorgarlik paytida yaxshi bilamiz, listening, reading, writing, speaking bo'ladi. Qaysi sectionda eng qiynalganingiz bo'ldi? Eng qiyini reading bo'ldi. Readingda shu ko'proq naushniy narsalar tushadi, terminlar bo'ladi. O'sha terminlarning ichida qiyin so'zlar bo'ladi. O'sha advanced levelda ko'proq. Universitetda keladigan so'zlarda o'shalar bo'yicha qiyinroq bo'ldi sal reading. Ya'ni ma'lum bir mavzuga kelganda qiynalib qoldik. Xo'p, zo'r. Listening 8 chiqibdi. Malades. Listening 8 to'g'risi, writingdagi qiyin emas, lekin baribir qiyin hisoblanadi. Qanaqa bu narsaga erishdingiz? Listeningda o'zi svobodniy o'tirib qilardim. Ham listening qotganda testlarda ko'pincha savollarga yaxshilab e'tibor berib, hamma so'zlariga e'tibor berib, o'zim topishga harakat qilardim. Eshitmasdan. O'shalarda qilganlarimda ko'p vaqt ketmas edi. Shu bo'yicha katta ball oldim deb o'ylayman. Zo'r. Demak, qisqacha tushuntiradigan bo'lsa, tayyorlanish jarayonida siz savollarning analiziga ko'p e'tibor berdingiz va oldindan prediction qildingiz. Nimalar tushishi mumkinligi, word formulani analizi. Keyin menimcha o'zi bir narsalar eshitib yurardingiz. Podkastlar eshitardim. Mana shu narsa albatta shunga ro'bero o'tib ketishimiz kerak. Xo'p, imtihon paytida hamma biladi, ko'p o'quvchilarda stress bo'ladi, boshqa bo'ladi. Time management qiyin bo'ladi. Siz nimalar ishlatdingiz? Qanaqa texnikalar ishlatdingiz? Time management bo'yicha, masalan, listeningda, readingda o'zi maksimum 2 minut vaqt ishlatish kerak har bitta vопросga. To'g'ri, readingda. Agar topolmasangiz, 2 minut ichida topolmasam, o'sha boshqa vопросga o'tib ketaverardim. O'shanda vaqt ko'proq bo'ldi menda. Hamma savollarga yechishga vaqt yetdi imtihon payti. Bo'ldi. Listening birinchi sectionda fokus ushlab qoldingizmi? Birinchisi hammasiga topdim. Zo'r. Gap yo'q. Xo'p. Endi reading, listening haqida yaxshi gaplashib bo'ldik. Reading, writing, speaking. Ularga yondashuv qanaqa bo'ldi? Writingda shablon bo'yicha ishladik. O'sha shablon bo'yicha yozilgan essaylar tartibli bo'ladi, tushunarli bo'ladi. Shular bo'yicha kattaroq ball olsa bo'ladi shablon bo'yicha. Ya'ni shu ma'lum bir strukturlar bor. O'sha strukturlar bizga task response oshirishga yordam beradi. Zo'r shalarni qo'lladik. Bizda to'g'richa 7.5, 8 chiqmadi, lekin 6.5 chiqdi. Past ball emas. Zo'r, malades. Xo'p. Tayyorgarlik jarayonida qaysi materiallarni ishlatdik va qaysilari sizga haqiqatda yordam berdi? Tayyorgarlikda reading bo'yicha men ko'proq artikellar bo'yicha ishladim. Artikellarni o'qidim ingliz tilida, o'zimga ideyalar oldim. Ko'proq narsalarni tushunishni boshladim. Men oldin tushunmagan narsalarimni artikellardan bildim. Keyin ideyalar olish uchun ChatGPT ham yordam beradi. To'g'ri foydalansangiz agar. Shu materiallar bo'yicha ishladim. Demak, ChatGPT writing yordam berdi, speaking yordam berdi. Artikellar o'qish bo'lsa, bizning readingimizni oshirib berdi. Ya'ni artikel o'qisa hammamiz yaxshi bilamiz, general English oshadi va tekst tushunchasi kelishni boshlaydi. Xo'p, 9 oy o'qidik. 9 oy kam muddat emas. 0 dan 9 oy emas, bu narsani aytib o'tib ketish kerak. IELTS primyerni 9 oy shug'ullandik. Adashmasam, programmamiz bilan 6-7 oyda tugatdik. Shunaqa. Zo'r. 9 oy baribir sal uzoq muddatda. Motivatsiya qanaqa saqlab qoldingiz? Chunki ko'p o'quvchilar 4 oy, 5 oydan keyin bo'ldi, uje pastga qarab ketishni boshlaydi. Shu motivatsiya universitetga kirish bo'ldi. Top universitetlar ko'proq IELTS bo'yicha oladi va
bir xil universitetlar bor. Agar IELTS o'zi aytgan balldan kattaroq bo'lsa yoki o'sha ball bo'lsa, masalan 6,5 yoki 7 bo'lsa, bez imtihonsiz oladi universitetlarga. Shu motivatsiya bo'ldi menda. Xo'p, shu yerda savol. Qayoqqa kirmoqchi edingiz? Top universitet topsiz. Turkiyadagi universitetlarga. Turkiyadagi adashmasam gaplashganmiz arxitektura yo'nalishida. Sizga necha IELTS kerak edi? 6,5 minimum. Minimum 6,5, 7 oldingiz. Sizga tuition reduction scholarshiplar berish mumkinmi? Ya'ni grant. Berish mumkin. IELTS Berish bo'yicha mumkin. skidka qilib beradi anaqaga. Zo'r demak, qisqacha aytganda 9 oy qilgan harakatingiz keyinchalik Alloh nasib qilsa 4 yil o'qishingizni sizga ancha yengillashtirib berishi mumkin ekan. Zo'r. Xo'p, keyingisi imtihon kuniga keladigan bo'lsa, o'sha kuni ko'p o'quvchilarda stress bo'ladi. Nimaga? Chunki uzoq muddat o'qidi. Qancha bo'lsa ham-da o'qidi, o'qigandan keyin hamma o'qigan narsangiz bir kun imtihon bo'ladi. Shunaqa payt stress qanaqa manage qildingiz siz? Menda imtihonga kirgunimcha stress ko'proq bo'ldi. Keyin agar kutayotganda ham stress bo'ldi, lekin уже imtihon boshlanganda, yozilayotganda, reading listening qilayotganda ko'proq e'tiborim imtihonda bo'ldi. Shu bo'yicha stress sal tushgandek bo'ldi. Atak kutayotgan paytlar stresslar уже bor edi, stress. Kutish jarayonida stress bo'lgan, imtihon paytida уже siz fokusni mana shu materiallarga bergansiz, уже esdan chiqib ketgan. Shu yerda o'quvchilarga maslahat berib o'tib ketmoqchi edim. Stress bu tabiiy holat, hayajon tabiiy holat, tem более imtihonda tem более IELTS imtihonida. Sababi O'zbekistonda IELTS miqyosidagi imtihon darajasi yo'q. Endi bitta yaxshi maslahat albatta Allohdan so'rash kerak. То, что men imtihondan oldin men o'quvchilarga aytaman, ko'pincha duo qilib borgan, boshqa qilib. Va uni sababi sifatida bir nafas olish texnikalari bor yoki boshqa bir texnikalarni aniq olsanglar bo'ladi. YouTubedan, boshqa joydan topib, ular to'g'risida keyin yana qo'shimcha ma'lumotlar beriladi, xudo xolisa. Xo'p, endi kelajakda IELTS hali beri topshirmagan, lekin topshirish niyatida yurgan o'quvchilarga uchta maslahat. Birinchi maslahat bu ingliz tilida fikrlashni boshlash kerak. Rivojlantirish, boshlash. U narsa ko'pincha gapirishni rivojlantiradi. Ingliz tilida o'sha gapirishni rivojlantiradi agar fikrlash boshlansa. Ya'ni speech yaxshilikda fluency olib keladi, zo'r. Ikkinchisi writingda, masalan, writingga maslahat bu shablon bo'yicha ishlash. Shablon o'sha aytganimdek writingga to'g'ri qilib beradi. Tushunishga oson bo'ladi. Shu bo'yicha katta ball olsa ham bo'ladi. Ya'ni shablon bo'yicha ishlayotgan paytimizda birinchi navbatda vaqtdan yutasiz. To'g'rimi? Chunki baribir ma'lumot berish ketma-ketligi sizda уже tayyor bo'ladi. Shu strukturga to'g'rilab yozib bersangiz bo'ldi. Zo'r. Uchinchisi, masalan, readingda ko'pincha readingni oshirish uchun artikl o'qish kerak. Ingliz tilida ko'proq narsalar ko'rish kerak, o'qish kerak. Shu bo'yicha anglizskiy darajasi oshadi. Tekstlarni tushunish ham osonroq bo'ladi. Ya'ni shu general Englishga baribir urg'u berish kerak. Sababi mana bunaqa holat o'zbek tilida bizni IELTSga o'xshagan material yechadigan bo'lsa, bizda qiyinchilik tug'dirmaydi. Nimaga? Chunki bizda o'zbek tili tushunish darajamiz juda yuqori. Shunaqa. IELTSga ham xuddi shu narsada chiqish uchun reading listeninglarda biz nima qilishimiz kerak? Non IELTS, ya'ni IELTSga tegishli bo'lmagan materiallarni ishlashga urg'u berishimiz kerak. Zo'r. Xo'p. Oxirgi savol, xudo xolisa. Tasavvur qiling, yana kelajakda IELTS qayta topshirishingiz kerak. Tayyorlanish jarayoningizda nimani o'zgartirgan bo'lardingiz? Tayyorlanishda shu men kamroq ideya bo'lgan-manda writinglarda. Shu kamroq bo'lgani uchun men anaqa qilgan bo'lardim. Ko'proq o'sha aytganingizdek non IELTS narsalarni o'qigan bo'lardim. Shu bo'yicha o'zimni bilmagan bo'yicha temalarimni boshqatdan research qilib, ko'proq ma'lumot olib, keyin уже IELTS topshirgan bo'lardim writing bo'yicha. To'g'ri, yaxshi. Ya'ni ma'lum bir mavzular bor. Bu narsa sir emas. Internetda ko'p tarqagan, o'shalarni olib, shu yo'nalishlar bo'yicha o'qiladigan materiallarni o'qib, eshitadigan materiallarni eshitib yurish, to'g'rimi? Bu narsa bizga keyinchalik imtihon paytida keyin nimani yozsam ekan degan savol bo'lmasligiga olib keladi. Rahmat. Nuriddin, yana bir bor tabriklayman. Omadingizni bersa, mayli. Bo'ldi.